Assalomu alaykum, hurmatli Telegram kanalimiz a'zolari va biz YouTube'dan kuzatib turgan qadrdon obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun sizlar bilan navbatdagi masala tahlilimizni boshlaymiz. Demak, o'tgan safargi darsimizda vectors chapter 3, ya'ni vectors mavzusini 22-savolgacha ko'rib chiqqandik. Xudo xolasa bugun sizlar bilan endi 23-sidan boshlab davom etamiz. Yaxshi. Demak, masala yechishdan oldin ogohlantirib qo'yish meni vazifam. Bu masalalar ishlagan yo'lim 100% to'g'ri deb javob bera olmayman. Shuning uchun sinchiklab agar xato va kamchiliklar bo'lsa, iltimos qilaman. Mana shu o'zimga Telegramda nickname'im bor, username'im yoki YouTube'dagi izohlarga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Har qanday xato kamchiliklar Xudo xolasa keyingi darslarda to'g'rilab borishga harakat qilamiz. Xo'p, demak boshladik. 23-savol. If agar A vektor teng bo'lsa 2mi 3mg and B vektor teng bo'lsa 1mi kappa 2mg then A-2b deyapti. Endi mana eg lar bu yerda faqat x va y o'qlarini bildiruvchi hisoblanadi, ya'ni x va y o'qlaridagi birlik vektorlar. Bu x, bu mana y vektor. x1 y1 qilib belgilab qo'ysangiz bo'laveradi, ya'ni birlik vektorlar bular. Yoki kappa qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana bu kappa belgisi birlik vektor degan ma'noda kelyapti. Xo'p, bizdan endi so'rayotgan narsa A-2b vektori so'rayapti. A vektorini yozib olaman o'zini oldin. 1mi vektor minus 2mg. Xo'p, endi 2b ni yozib olaman. 2b. Xo'p, 2b ni yozib olishim uchun har birini yozib olishim kerak. Xo'p, mana bu yerda b vektorligini yozib qo'yibman. Xo'p, mana bu 2 bilan 3 qilaylik shuni. Xo'p, mana bu 2. 2 bu yerga 3. B ni olib kelaman. Ko'paytirsam 2b vektorimiz 2 mi vektor minus 2 ni ko'paytirsam 4mg vektor. Ikkalasini bir-biridan ayirib olsam, mos vektorlarni, mos koordinatalarni ayirib olishim kerak. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Moslarni ayirsam, demak, A vektor minus 2b vektor teng bo'lyapti. 2m dan 2m dan ayirsam 0 bo'lib ketadi. 0 ni 2 ko'paytirsam, har qanday sonni 0 ko'paytirsam 0. Minus minusga minus plus bo'lib ketadi. Xo'p, 1mg qoladi. G kappa. To'g'ri javobimiz demak 1mg degan javob A javob bo'lar ekan mana. A javobni olamiz. Yaxshi, keyingisi 24. In the diagram, diagrammada A vektor has ega magnitude uzunlik 12 metr and B has magnitude 8 metr. A ni moduli, ya'ni uzunligi 12 metr ekan, B ni moduli 8 metr ekan. The x komponenti of A plus B vektorini is about. Nimaga teng bo'ladi x komponentasi? Ikkalasini x komponentalarini qo'shsak bo'ldi. Yig'indisini topish uchun, demak, ikkalasini natijaviy, ya'ni A vektor plus B vektorini x komponentasini topishimiz uchun mana buni x qilib qo'yadigan bo'lsak, biz shunchaki mana bu ax vektorga bx vektorda qo'shsak, bizda kelib chiqardi bu narsa. Xo'p, endi yo'nalishga ham ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Demak, A vektorni x o'qidagisini topishim uchun mana bunday perpendikulyar tushiraman. Mana bunday yo'nalgan ax. Xo'p, bx topishim uchun mana bunday bx bo'ladi yo'nalishi. Xo'p, endi yo'nalishi mana shunday yo'nalgan. Bizda natijaviy vektor topadigan bo'lsam, natijaviy vektor chizadigan bo'lsam, A ni oxiriga B ni 3 joylashtirib, A ni boshidan B ni 3 ga qarab turib mana bunday chizma chizaman-da. Endi mana shuni natijaviy vektorda mana bu qismi uzunligi mana bunga teng bo'ladi. Ya'ni ax plus bx ga shuni topib qo'ysak bo'ldi. Demak, A kappamiz teng bo'ladi modulosida. Endi buni nimasini topyapmiz-da? Uzunligini. A vektor kosinus 45 plus B vektor. Endi bu mana bu yer 60 bo'lsa, bu 30 bo'lsa, sinus 30. Xuddi shuni hisoblashimiz kerak.
12 ko'paytiruv ildiz 2 taqsim 2 45 plus b'miz 8 ko'paytiruv 1 taqsim 2 ko'paytirsam bu bilan bu qisqarsa 6 ildiz 2 8,4 degani plus mana bu 4 degani 12,5 taqriban 12,4 shunga yaqin javob chiqishi kerak. Demak, buni yaxshilaydigan bo'lsam, S 12 metr degan javob chiqar ekan. Yaxshi. Keyingi misolimiz 25. A certain vector ma'lum bir vektor degani certain degani ma'lum bir vektor ma'nosiga kelyapti. In the xy plane, xy tekisligida plane degan tekislik has ega n bitta x komponent. Bitta x komponenti, ya'ni tashkil etuvchiga ekan of 4 metr. Tashkil etuvchisi 4 metr ekan x o'qidagisi va y o'qisida 10 metr ekan. Xo'p, it is then rotated. U aylantirilibdi. In the xy plane, xy tekislikda aylantirilibdi va x komponenti is doubled. Va x komponentasi 2 marta oshibdi. Its new y component is about deyapti. Uni yangi y komponenti nimadan iborat bo'ladi deb savol beryapti. Demak, mana bunday chizmasini chizadigan bo'lsak, hozir qiyshiq qolyapti. Chizmasini chizsam, mana bunday va mana bunday. Bunday x, mana bunday y ga. Xo'p, endi x o'qida 4 ekan, y o'qida 10 ekan. 4 va 10. Ikkalasining komponentlari yig'indisi mana bunday bo'lgan vektor bo'ladi. Bu yoq 10, bu yoq 4. Xo'p, mana bunday bo'ladi. Endi shu aylantirilganda x komponentasi, x o'qidagi komponentasi 2 marta ortibdi. Yo mana bu yerga 8 bo'lib qolgan, aylantirilganda, yo bu tarafda 8 bo'lib qolgan. Lekin mana bu bizning vektorimizning moduli o'zgarmaydi-da. Y dan ma'lum bir kamayadi, lekin ikkala vektorning moduli o'zgarmaydi qiymati aylantirilganda ham. Aylantirilganda ham o'zgarmasligi uchun shuning uchun nima qilamiz? Demak, yozaman. A vektorning moduli, A vektor desam buni qaniydir. A vektorning moduli teng bo'ladi 4 kvadrat plus 10 kvadratning ildiz bu teng bo'lyapti. 2 marta oshirsa bu 8 kvadrat plus x kvadrat bo'lib qoladi-da. Endi kvadratga oshirib yuborsam ikkala tomonda x kvadrat topish uchun 4 kvadratga 10 kvadratni qo'shib turib 8 kvadratni ayirib olaman. 4 kvadrati 10 kvadratdan 8 kvadratini ayirib yuborsam 6 kvadrati bo'lib qoladi. 4 kvadrati 16, 6 kvadrati 36. X kvadrat teng bo'lyapti 52 ga. X topadigan bo'lsam taqriban 7,2 degan javob chiqadi. Mana B javob. Yaxshi. Davom etamiz. Keyingisi. Vektorlar A and B, A va B'lar each har biri have ega magnitude uzunlik L qiymatga ega ekan. When qachonki drawn chizilgan with their tails. Tail degani uni boshlang'ich nuqtasi. Its tail deydi. Xo'p, head desa mana strelkasi deyiladi. Mana bunday bo'lsa vektorimiz mana bu tomoni head deyiladi. Bu tomoni tail deyiladi. O'zi tail degani dum qismi degani, adashtirib olmanglar. Head bosh qismi. Bosh emas endi, lekin head degani ma'nodagini hisoblamaysiz. Head bu yoq, ya'ni strelkasi, tail boshlanish nuqtasi. Xo'p, qachonki ular bir nuqtadan chizilganda, when with their tails at the same point. The same degani bir xil, point degani nuqta, the angle burchak between orasida z. Ularning orasidagi burchak 30 gradus ekan. The value of a ko'paytiruv b vektor is there. A bilan b vektorini skalar ko'paytmasi nimaga teng bo'ladi deb savol beryapti. Demak, mana bunday ikkalasini uchlari bir nuqtadan ekan va modullari ikkalasining moduli ham L ga teng ekan. L dan ekan modullari. Orasidagi burchak alfa barobar 30 gradus bo'lsa, demak, bizda formula bor edi. A bilan b vektorini skalar ko'paytmasi bu A ko'paytiruv b. Ular orasidagi kosinus phi bo'lardi. Ya'ni ishga o'xshab ketadi, xuddi shunaqa. Olib kelib qo'ysam, demak, A vektor ko'paytiruv b vektor ularning modullari. Xo'p. Ko'paytiramiz modullarini. Xo'p, A ning moduli L, B ning moduli L, orasidagi burchak kosinus phi imiz 30 gradusga teng.
yoki alfa desangiz ham bo'ladi, fi desangiz ham bo'ladi. Ya'ni shuni alfa deb qo'yaylik. Bizga tushunarliroq bo'lsin. Olib kelib qo'ysam, ikkita kosinus alfa fi yozib yuboribman. Demak, L ni kvadrati ko'paytiruv ildiz osti 3 taqsim 2 degan javob bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javobimiz ildiz osti 3 taqsim 2 L kvadrat. Mana shu javobni olamiz. C javob bo'lar ekan mana. Xo'p, endi bir ikkita xatolar bo'lsa, o'shalarni yozib qo'yinglar iltimos. Sababi men ham adashishim mumkin. Hamma inson xato qilishga haqqi bor. Xatolarda aytsanglar, kommentariyaga yozib yoki o'zimga yozib qo'ysanglar, xudo xolasa, keyingi video darslarda to'g'rilab boshqa harakat qilamiz. 27. Xo'p, 27-misol. Let keling deyapti, olaylik ma'nosida. Let keling, olaylik, bo'lsin ma'nosida. Let A shunga teng bo'lsin deyapti, mana shu vektorga. Va and va B vektor shunga teng bo'lsin deyapti. Then A ko'paytiruv B ni skalar ko'paytmasi nimaga teng? A bilan B ni skalar ko'paytmasi bu formulada, ya'ni skalar ko'paytma bo'lsa AX ko'paytiruv BX plus AY ko'paytiruv BY mos koordinatalarni ko'paytirishimiz kerak. Va keyin ularni qo'shib qo'yamiz. Xo'p, bundan ko'ra AXimiz mana bu AX, bu AY, bu AZ, bu BX, BY, BZ. Shu yerda ahamiyatli bo'lish kerak, ularning ishorasiga ahamiyatli bo'linglar. AX oldidagi ishora musbat, 2x AX da BX ko'paytiraman. Xo'p, 2m ni 4m ga ko'paytirsam 8m kvadrat. I kvadrat ko'paytirsam 1 hosil bo'ladi. Qarang, I kappaga ko'paytirsam skalar ko'paytmasi. Bu degani ularning moduli 1 ko'paytiruv 1 orasidagi burchak kosinus alfa. Kosinus alfamiz 0 gradusda 1 ga teng-ku. Demak, ikkalasining ko'paytmasi 1 bo'lib ketar ekan hisoblaganingizda. Skalar ko'paytmasi doim skalar son chiqadi. Shuning uchun buni o'chirib yuborsam bo'laveradi. Demak, 8m kvadrat plus endi 6m ni 2m ga ko'paytirsam 12m kvadrat, g ni g ga ko'paytirsam g kvadrat bo'lib turib 1 bo'lib ketadi. Kosinus orasidagi burchak bo'lib, endi minus 3 ni 1 ga ko'paytirsam minus 3m kvadrat bo'lib qoladi. Hisoblaymiz. 12 dan 3 ketsa 9, 17m kvadrat degan javob chiqar ekan. D javob mana. D javobni olamiz. Keyingi misolimiz 28. Two ikki vektorlar have ega magnitudes uzunliklari of 10 metr and 15 metr. 15 metr va 10 metr uzunligiga ekan. The angle burchak between orasida them. Ular orasidagi burchak when they are drawn. Qachonki ular chizilganda with their tails. Ya'ni dumlari bilan bir xil nuqtadan chizilganda point is about the same point bir xil nuqtadan is 65 grad. Demak, ular qachonki bir nuqtadan chizilganda bittasini uzunligi 10 metr ekan, ikkinchisini uzunligi 15 metr ekan. Va ular orasidagi burchagimiz alfa barobar 65 gradus ekan. Xo'p, endi the komponentasi of longer uzunroq vektor along the line along bo'ylab line chiziq of the shorter. Demak, shorter vektorni chizig'i bo'ylab mana buni komponentasi nimaga teng bo'ladi? Xo'p, buni topish uchun biz mana shu uzun vektordan bunga qarab turib perpendikulyar chiziq tushiramiz. Mana bunday. Xuddi shunaqa bo'lish kerakki, mana bu shorter kalta vektor yotgan tekislikka bu chizig'imiz orasidagi burchak 90 gradus bo'lishi kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buni topishimiz uchun kosinus 65 topaman. Kosinus 65 degani agar 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, kosinus 65 imiz teng bo'lyapti. Mana bu x deb qo'ysam yoki mana buni a vektor deydigan bo'lsam, bu tomoni ax bo'lsin deylik. Ax taqsim a 15. Ax topishimiz uchun 15 kosinus 65 ga ko'paytiraman. Kosinus 65 da 1 taqsim 2 deb yozsam bo'laveradi taqriban. Demak, 7,5 dan 65 kichkinaroq javob bo'lib chiqish kerak. 7,5 dan kichkina javob bizda faqat C javob bor. 4,2 chiqmaydi, chunki 7,5 dan biroz kichik chiqish kerak. To'g'ri
tekst javobni nima qilib qo'yasizlar. Chunki kosinus 60 gradusda 1/2, kosinus kamayuvchi funksiya, kosinus 65 gradusda 5 gradusga kamaydimi? Demak, bu qandaydir 1/2 dan ko'ra kamroq. 0.40 necha ham chiqib qolishi mumkin. 0.40 chiqqandan keyin 4 chiqqandan keyin 6 ga yaqin javob chiqadi. Yaxshi, keyingi misol 29. Let keling yoki olaylik s vektorimiz shunga teng bo'lsin deyapti. T vektorimiz shunga teng bo'lsin deyapti. The angle between these two vectors. The angle burchak between orasida these bular bu two ikki vectors oralaridagi burchak is given by qaysi formula orqali berilgan deyapti. Xo'p, uning uchun biz skalar ko'paytmasini tenglaymiz. S vektorini T vektoriga ko'paytmasi, skalar ko'paytmasi. Bu S ni moduli ko'paytiruv T ni moduli ko'paytiruv ular orasidagi kosinus phi yoki mos koordinatalar ko'paytmasiga teng. Ya'ni mos koordinatalari qaysi? Sx ko'paytiruv Tx plus Sy ko'paytiruv Ty plus Sz ko'paytiruv Tz. Mana shuni aniqlab qo'ysak bo'ldi. Demak, kosinus phi ni topsam, kosinus phi teng bo'lar ekan mos koordinatalarni ko'paytiryapman. 1m ni 3m ga ko'paytiraman mana. Xo'p, 3m kvadrat tepada. Endi sy 2m ni 4m ga ko'paytiraman. Xo'p, 8m kvadrat. Lekin mana shu yerda ahamiyatli bo'ling. K ni k ga ko'paytirsak 1 chiqadi. Lekin k ni j ga ko'paytiradigan bo'lsak 0 chiqib qoladi. Chunki k vektor bilan j vektorlar shunaqa vektorlarki, ular o'zaro bir-biriga ijk. Mana bu i, mana bunday g bo'lsa, mana bunday j bo'lsa, bu k vektorimiz i dan j ga qarab turib parma dastasini aylantiradigan bo'lsak, mana bunday yo'nalgan qandaydir k vektor bor. Ular orasidagi burchak 90 gradusdan bo'lgani uchun uchalasi orasidagi burchagimiz. Ularni skalar ko'paytmasi doim 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu 2m ni 4m k ga ko'paytirsam 0. Endi 2m ni 4m k ga ko'paytiraman. Buni bunga ko'paytiryapman. Endi shu 8m kvadrat chiqadi. Qolgani 0 bo'lib ketadi. Taqsim bo'lingan. Xo'p. Mana bu yerda aytib qo'yik, kosinus ikkalasi orasidagi burchak kosinusi 0 bo'lib qolyapti. Shuning uchun ikkalasini ko'paytmasi 0 bo'ladi bizda. Skalar ko'paytmasi. Xo'p, endi bularni modullari. Xo'p, 1 ni kvadratiga 2 ni kvadratini qo'shamiz. Ildiz ostida mana buni nimalari? Birinchisining moduli 1m ni kvadrati plus 2m ni kvadrati 4m kvadrat plus 4m kvadrat. Ko'paytiruv ikkinchisining modulini topaman, uzunligini. 3m ni kvadratiga qo'shamiz 4m kvadrat. Olib kelib qo'ysam 11m kvadrat taqsim necha bo'lyapti? Bu yerda 9, 3m, pastda 5m. M kvadratlar qisqarib ketsa 11 taqsim 15 chiqib qolyapti. Demak, phi ni topadigan bo'lsam, demak buni teskari funksiya ko'rinishi yozishim mumkin. Kosinus minus 1 11 taqsim 15 deb. Demak, to'g'ri javobimiz D javob bo'lyapti mana. Kosinus minus 1 11 taqsim 15. Yaxshi, keyingi misolimizga o'tamiz. 30. Two vectors ikkita vektorlar lie yotadi with their tails bir-birlarini nimasi bilan, ya'ni bosh qismlari bilan deyapti. At the same point, bitta nuqtada yotadi. When qachonki the angle burchak between orasida them ularni is increased oshirilsa by 20 gradusga oshirilsa their scalar product ularni scalar produkti has the same magnitude bir xil qiymatga ega bo'ladi. But changes from positive to negative. Lekin deyapti, musbatdan manfiyga o'tib qoladi deyapti. The original dastlabki angle burchak between them was. Ularning orasidagi burchak qanday bo'lgan deyapti. Demak, ikkitasini chizib olsam, hop, two vectors yotar ekan.
Mana bunday A vektor, bu B vektor. Orasida burchak alfa edi. Endi shu 20 gradusga orttirilibdi. Bu birinchi holat bo'lsin. Ikkinchi holatda endi bu orasidagi burchak orttirilibdi. Mana bunday yo'nalishda orttirilib qolibdi. Hozir demak, A vektor, B vektor. Alfa plus 20 gradus bo'lib qoldi. Endi birinchisi musbatdan manfiga o'zgarib qolibdi. Keyin skala ko'paytmasi qiymatlari bir xil ekan, lekin manfiy bo'lib qolibdi. Xo'p, unda bunday bo'ladi. A vektor ko'paytiruv B vektor skala ko'paytmasi ikkalasini moduli A ko'paytiruv B, ular orasidagi burchakdagi kosinus alfa. Endi musbatdan manfiga o'zgarib qolibdi-da. Bu ikkinchi tomondan teng bo'lib qolibdi. Minusdan modulosida A ko'paytiruv B kosinus alfa plus 20 gradusga. Xo'p, endi qarab turibsizki, mana bu A larni B lardan o'zgarmagan. Bizda faqat mana bu tenglama qolyapti. Kosinus alfa barobar minusdan kosinus alfa plus 20. Mana shu tenglamani yechishimiz kerak. Xo'p, qachon bunday bo'lishi mumkin? Eng oson yo'l javoblarni qo'yib ishlagan qulay. Sababi bu tenglamani yechadigan bo'lsangiz, biroz murakkab bo'lib ketishi mumkin. Yoki ikkalasini ayirmasi orqali ishlashingiz ham bo'ladi. Ya'ni qo'shiradigan bo'lsangiz, kosinus alfa plus kosinus alfa plus 20 gradus barobar 0. Xo'p, endi ikkita kosinuslarda yig'indi formulasini topishimiz kerak. Ikkalasining yig'indisi qanday topilardi? Bu degani, adashmasam, ikkita kosinus nima qilamiz? Xo'p, alfa plus 20 taqsim 2 ko'paytiruv sinus alfa minus alfa ko'paytiruv 20 taqsim 2 barobar 0 mi degan, shunaqa edi adashmasam. Endi bundan hisoblaydigan bo'lsak, 2 alfa plus 20 0 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu kosinus qiymati. Unda ikkita alfamiz 70 gradus bo'lib qolyapti. Alfa barobar 35 gradus bo'lib qolyapti. Bunaqa javob yo'q-a? Demak, mana bu kosinuslarni ayirmayotganda formulasi yordamga kelmayapti hozir. Ikkita kosinuslar ayirmasi formulasi. Mana shunga qo'yib turib yechilardi bu. Endi ikkinchi holatda alfani o'rniga son qo'yib yuborishimiz mumkin. 0 qo'ysangiz to'g'ri kelmaydi 0. Kosinus 20 da javoblar qo'yib chiqamiz. Kosinus 0imiz A javobni qo'ysam teng bo'lyapti minusdan kosinus 20 ga. Bu tenglik qanoatlanmaydi. 60 qo'yadigan bo'lsam, kosinus 60 kosinus 80 ga teng bo'lmaydi. Bu xato. 70 ham teng bo'lmaydi. Yo'q, 70 bo'lishi mumkin ekan. Qo'ysak 70 ga 20 ni qo'shsam 90 bo'lib qolyapti. Yo'q, bu xato. 0 ketadi. Endi 80 bo'lishi mumkin. Qanaqa topamiz? D javobni qo'yib ko'raylik. Dastlab kosinus 80 edi. 80 gradus edi. Endi 20 ni qo'shuvdim. Kosinus 100 bo'lib qoldi. Kosinus 100 degani bu minusdan kosinus 80 degani-da. Yoki mana bunda yozib olishim mumkin. Kosinus 100 ni yozib olsam bo'ladi. Kosinus 180 minus 100. Bu degani minusdan kosinus 100 degani. Demak, bizda to'g'ri javobimiz bor ekan, D javob. Bunaqa masala kelsa, xuddi shunaqa qilib ishlasangiz bo'laveradi. Faqat ana kosinuslarda bir takrorlab qo'yish kerak ekan. O'zim bir kosinuslarni yig'indisini takrorlab qo'yishim kerak. Yaxshi.
Davom etamiz. 31-si. If agar the magnitude qiymat of the sum yig'indini of two vectors ikkita vektorni is less kamroq bo'lsa, then magnitude qiymati of either vector ikkala vektordan birini qiymatidan kichik bo'lsa, then keyin nima bo'ladi deyapti. A javob. The scalar product skalar ko'paytmasi of the vectors bu vektorlarning skalar ko'paytmasi must bo'lishi shart, be negativ manfiy bo'lishi shart. Demak, ikkita vektorning yig'indisini moduli ularni ikkala vektorning birortasidan kamroq bo'lsa, qanaqa holat yuz beradi? Mana bunday bittasi mana bunday A vektor bo'lsin. Mana bunday B vektor bo'lsin. Ikkalasining yig'indisi, yig'indi vektori. Mana bunday bo'ladi, ikkalasining yig'indisi. B ni bu yoqqa olib kelib ko'chiraman. Yig'indi vektori mana bunday bo'ladi, to'g'rimi? B vektori parallel ko'chiradigan bo'lsam, qanday C vektor hosil bo'ladi. Mana shu C vektorni moduli yo A vektoridan, yo A vektorning modulidan, yoki-da yo B vektorning modulidan kichik bo'lsa, demak, B vektorning modulidan kichik bo'lsa, demak, B vektorning modulidan kichik bo'lsa, qanaqa holat yuz beradi? Ko'radigan bo'lsangiz, ikkalasi orasidagi burchagi mana bu ikkalasi orasidagi mana bu burchak hisoblanadi, bitta nuqtaga qo'yilgandek burchak. Mana shu 90 gradusdan katta bo'ladi. Alfamiz 90 gradusdan katta. Bu degani A vektorni B vektorga skalar ko'paytmasi A ni moduli ko'paytiruv B ni moduli ko'paytiruv kosinus 90 dan katta. Kosinus alfamiz 90 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu 0 dan kichik bo'ladimi? Demak, ularning skalar ko'paytmasi 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Shundagina kosinus 90 dan katta bo'lsa, bu 0 dan kichik va ko'paytma ham 0 dan kichik bo'ladi. Chunki mana ikkita moduldan musbat son chiqadi-yu. Shuning uchun to'g'ri javobimiz A javob olaveramiz. Keling, qolganlarini nega to'g'ri. The scalar product of the vectors skalar ko'paytmasi bu vektorlarni must be positive musbat bo'lishi kerak deyapti. Xo'p, bu xato. Musbat bo'lsa, ikkalasining ko'paytmasi musbat bo'ladigan bo'lsa, mana bu natijaviy bo'lgan C vektorimiz katta bo'lib qoladi bu vektorlardan. The vectors must be parallel bo'lishi kerak, but opposite direction. Qarama-qarshi yo'nalishda bo'lishi kerak. Bu to'g'ri, lekin doimo emas. Ya'ni hamma holatlarda qanoatlantirmaydi. Bitta xususiy holi xolos. Bittasi mana bunday vektor bo'lishi kerak deyapti, bittasi bunday vektor bo'lishi kerak. Shunda ikkalasining yig'indi vektori. Mana bu umumiysi A vektor. Mana bu B vektor, mana bu C vektor bo'lsa, C vektor barobar A vektor plus B vektor-ku. Shundagina bu C vektorda moduli uzunligi kichik bo'ladi. Bu to'g'ri, lekin butun holatlarda ko'rib chiqmaydi-da. Desada the vectors must be parallel and same direction. Bir xil yo'nalishda bo'lishi kerak va parallel bo'lishi kerak. Bunda har doim ikkalasi yo'nalishi bir xil bo'ladigan bo'lsa, yig'indisi doim ikkalasining qiymatidan ham katta bo'ladi. Har qanday holatda. Keyingisi none of the above. Yuqoridagilarda hech biri to'g'ri emas. Demak, bizda to'g'ri javobimiz bor. Javob ekan. Yaxshi. Keyingi misolimiz 32. If agar the magnitude qiymati of the sum yig'indisi two vectors ikkita vektorlar yig'indisi greater kattaroq bo'lsa, then magnitude qiymatidan of either vector ikkala vektorning qiymatidan kattaroq bo'lsa, then deyapti. Demak, yuqoridagi ko'rgan narsamiz endi teskarisi. Ikkalasini skalar ko'paytmasi musbat bo'lishi kerak. The scalar product of the vectors must be positive. Endi B javob to'g'ri bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. A vektorimiz
B vektorimiz C vektorimiz. C vektori ham A vektordan ham katta bo'lishi kerak ekan. Ham B vektordan ham katta bo'lishi kerak ekan. Ikkalasidan ham katta bo'lishi kerak bir vaqt o'zida. Xo'p. Ikkala vektordan biridan katta bo'lsa deyapti. Xo'p. Endi if the magnitude of these two vectors is greater than magnitude of either vector. Ikkala vektorda moduldan ham katta bo'lishi kerak deyapti. The scalar product of the vectors must be positive. Xo'p, A bilan B ni bitta nuqtaga olib keladigan bo'lsa, mana bunday bo'lib qolyapti orasidagi burchak, to'g'rimi? Hozir mana buni bu yoqqa chizsam boshqatdan. Xo'p, mana bunday yo'nalishda. Ular orasidagi burchak mana bu alfa-ku. To'g'rimi? Mana burchak alfamiz 90 dan kichkina. Demak, ikkalasini skalar ko'paytmasi musbat bo'lishi shart. B javob to'g'ri bo'ladi. Endi mana Y javobni the scalar product of the two vectors must be positive. B javob to'g'ri bo'ladi. Y javob xato. Shuning uchun B javobni olib ketamiz. Vektorlar A and B each have magnitude L. Ikkalasi ham L uzunlikka ega ekan. When qachonki drawn with their tails bir xil burchakda chizilganda the same point bir xil nuqtada the angle burchak between them ikkalasi orasidagi burchak 60 gradus ekan. The magnitude of the vector product A ko'paytiruv B. Vektor product degani vektor ko'paytma. Skalar ko'paytma bilan vektor ko'paytmani farqi skalar produktda produkt deb qo'yadi ular ko'paytmaning ingliz tilida. Skalar produktda mana bunaqa ko'paytirish belgisi bo'ladi, cres. Skalar ko'paytmada mana bunday bo'ladi. Oddiy bu belgi bo'ladi. Unda nima bo'ladi? Buni hisoblasam, mana buni formulasi modulosda A vektor ko'paytiruv B vektor ko'paytiruv sinus alfa. Mana buni qiymati esa A vektorning moduli ko'paytiruv B vektorning moduli ko'paytiruv kosinus alfa. Faqat yuqorida A bilan B vektorda skalar ko'paytmasi mana shu modulga ega bo'lgan A ga ham B ga ham perpendikulyar bo'lgan narsa hosil bo'ladi bu yerda. Misol uchun mana bunday A vektor bo'lsa, bunday B vektor hosil bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi vektor ko'paytmasi A ni B ga qarab turib palma dastasini aylantiraman. Unda mana bunday yo'nalgan qiymati mana shunga teng bo'lgan qanaydir C vektor hosil bo'ladi. Ikkalasiga ham perpendikulyar bo'ladi keyin bu mana bunday. Ikkalasi orasidagi burchak ham 90 gradus bo'lib qoladi. Bu tarafga qarab aylantirsa, mana bu burchak ham bu burchak ham 90 gradus bo'lishi kerak. Xo'p, davom etamiz. Unda ikkalasini olib kelib qo'ysam, vektor ko'paytmasi. Buni hisoblayapman. Xo'p, A ni moduli L, B ni moduli L orasidagi sinus 60 gradus. Buni hisoblasam, ilzosda 3 taqsim 2 L kvadrat. Yana C javob. Xo'p, davom etamiz. Tepada ham xuddi shunaqa masala bor edi shekilli, adashmasam, ilzosda 3 taqsim 2 L kvadrat chiqdi. 30 gradus ekan. Bu yerda kosinus 30, endi bu yerda sinus 60. Ikkalasi bir xil qiymatku. 34. Two vectors, ikkita vektorlar lie yotadi with their tails. Bir-biriga yotar ekan at the same point, bir nuqta yotadi. When the angle between them increased. Qachonki ular orasidagi burchak oshirilganda, 20 gradus, 20 gradus oshirilganda the magnitude of their product doubles. 2 marta oshibdi. Ularni
vektor produkti, vektor ko'paytmasini yig'in vektor ko'paytmasi 2 marta oshiribdi. The original angle between them was about. Original degani dastlabki, angle burchak, between orasida, them ularni, was about. About degani necha gradus atrofida aniq emas, shu necha gradus atrofida bo'lganini topishimiz kerak. Demak, dastlab birinchi holat bo'lgan ekan. Ular orasidagi burchak alfa edi. Bosik. Vektor ko'paytmasi a bilan b ni vektor ko'paytmasi a ko'paytiruv b moduli ko'paytiruv sinus alfa edi. Endi ikkinchi holatda ular orasidagi burchak ko'paydi. Mana bu skalar ko'paytma bo'lib qoldi. Vektor ko'paytma kres qo'yamiz. Barobar a ni moduli b ni moduli. Mana bu yerda bir ikkita joylarda vektor qo'yilmasdan ketyapti. Shu yerlarga ahamiyat bermaysizlar. Endi orasidagi burchak 20 gradusga oshirilibdi. By degani 20 gradusga qo'shildi ma'nosida kelyapti. Alfa plus 20 gradus. Endi shu 2 marta oshib qoldi tepadagidan. Xo'p, ikkita a vektor b vektor sinus alfa. Endi mana bu yerda ikkalasining modullari ketadi. Qisqarib, bizda qolyapti sinus alfa plus 20 gradus barobar 2 ta sinus alfa. Xo'p, mana shu tenglamani yechishimiz kerak endi. Qanaqa qilib ishlaymiz buni? Buni trigonometrik usullar yordamida ishlashib chiqishimiz kerak. Demak, harakat qilib ko'raman men. Sinus alfa plus 20 gradus teng bo'lyapti 2 ta sinus alfa. Hop, 2 ta sinus alfa. Endi mana buni minus qilib olib o'tsam bo'ladi. Minus 2 sinus alfa barobar 0 gradus. Endi mana shuni men yozib olishim mumkin. Qanaqa deb? Buni mana buni oldidagi koeffitsiyentni 1 deyman-da, bo'lib yuboraman buni. Ildiz ostida 1 dekorati plus 2 ning kvaratiga. Mana buni ham bo'lib yuboraman. Ildiz ostida 1 dekorati plus 2 ning kvaratiga. Xo'p. Unda nima bo'ladi? Tenglamani yechib chiqishimiz kerak ekan. Bunda mana agar mer kosinus bo'lganda to'g'ri bo'lardi meni javobim oldin. Shuna qilib ishlardik. Kosinus bo'lganda to'g'ri bo'lardi alfa bo'lganda, lekin bu yerda kosinus alfa plus 20 da. Unda bu usulimiz to'g'ri kelmaydi. Nima qilamiz? Qaysi usuldan foydalanamiz? Mana buni ochib chiqaman. Sinus alfa plus 20 ni bu sinus alfa ko'paytiruv mana bunda adashmasam kosinus 20 minus kosinus alfa sinus 20 minus 2 ta sinus alfa barobar 0 mi? Xo'p, endi kosinus 20 ni o'rniga olib kelib, sinus 20 ni o'rniga son qiymatini olib kelib qo'yib, sinus alfa bilan 2 ta sinus alfani ixchamlab, shu yerdan tangens alfa topiladi. Ya'ni mana bu yerdan hisoblasak nima bo'ladi? Bu yoqqa olib o'tsam 2 ta sinus alfani. Keyin buni ham bu yoqqa olib o'taman. Yoki shu yoqda qolaversa kosinus alfani olib olay. Xo'p. Demak, sinus alfani chiqarib yubordim. Sinus alfa kosinus 20 minus sinus 20 yo'q 2 kosinus 20 minus 2 teng bo'lyapti. Bu yoqqa olib o'tsam kosinus alfa ko'paytiruv sinus 20. Shu yerdan endi ikkala tomonni kosinus alfaga bo'lib o'radigan bo'lsam, bu yoqda kosinus alfaga bo'lib o'raman, bu yoqda ham kosinus alfaga bo'lib o'raman. U holatda tangens alfamiz teng bo'lyapti. Sinus 20 taqsim kosinus 20 minus 2. Mana shu holatda chiqib qolyapti-da endi. Sinus 20 kosinus 20 minus 2 degan javobga
kelyapmiz. Adashmasam sinusda shunaqa edi. Yoki mana bu yer plyusmidi ekan? Ha, mana shu yer plyus bo'lardi. U holatda mana bu yer minus bo'lar ekan. Mana bu minus sinus 20. Bu yerga minus qo'yib yuboramiz. Mana bu ham minus bo'lib qolyapti. Xo'p, shu yerdan sinus 20 ni kosinus 20 ni o'rniga olib kelib qo'yasiz va tangens alfa qiymati kelib chiqadi. Keyin alfa barobar arc tangenusdan topib qo'ysangiz, demak bizda mana bu B javob taqriban shu javob kelib chiqishi kerak. Demak, tenglamani xuddi shunaqa qilib yechish kerak. Lekin imtihonda bunaqa masala tushmaydi. Sababi bu faqat kalkulyatorga bog'liq masala. Davom etamiz. 35. Two vectors, ikkita vektorlar have ega magnitudes 10 va 15 metr ekan. The angle between them, burchak between orasida them ularni when qachonki they are drawn chizilganda with their tails o'sha boshlari bilan boshqa nuqtalar bilan at the same point bir xil nuqtada is 65 gradus ekan. The komponentasi of the longer uzunroq vektor along the line perpendicular to the shorter vector. Demak, uzun vektorni shorter vektorga perpendikulyar bo'lgan tomondagi komponentasi, ya'ni tashkil etuvchisi in the plane of vectors. Mana shu vektorlarda tekstligida nimaga teng bo'ladi deyapti. Demak, mana bunday bo'lyapti. Mana bunday bizda 10 metrlik nimamiz bor. Bunday 15 metrlik bor. Mana bunimiz 65 gradus. Endi mana bu yotgan tekislik bor-ku. Mana shu yotgan chiziq bor, qanaqadir. Buni katta chizib olibman to'xtanglarda. Xo'p. Mana shuni perpendikulyar bo'lgan tomondagi tashkil etuvchisini topish kerak. Mana buni topish kerak. Mana shuni. Bu A bo'lsa, mana bu AY ni topishimiz kerak ekanda, bu ikkalasi 90 gradus. Hop, nima bo'ladi bunda? AY imiz A sinus 65. Kosinus emas, sinus 65 endi. Hop, A'imiz bizda 15, sinus 65 imiz ildiz 3 taqsim 2 dan sal kattaroq son. 0.9 desam ham bo'laveradi buni. Taqriban 14 metr deb olaveraman. Taqriban 14 metr mana. To'g'ri javobimiz Y javob bo'lar ekan. Keyingi misolimiz 36. 36-masalamiz biroz qo'l ushlaydigan masala. Shunga biroz o'ylanishimiz kerak. Sababi oldin ham ishlaganimda bu matrisadan chiqadi. The two vectors, ikkita vektorlar 3ME hop va mana shu vektorlar deyapti. Define aniqlaydi a plane, bitta tekstlikni aniqlab kelar ekan. Ya'ni qanaydir A bilan B vektorlar bor. Mana shu ikkalasi yotsa, ikkita vektordan doim bitta tekstli o'tkazish mumkin-ku. Mana bunday tekstli o'tkazadigan bo'lsangiz, ikkalasidan doim bitta tekstlikda yotadi ikkala vektor. Shunaqa. Ikkita vektordan faqatgina bitta tekstlik o'tishi mumkin. It's a plane, plane degani tekstlik of the triangle. Xo'p, uchlari deyapti. Triangle degani uchburchak with both tails. Ikkala taillari and one vertex. Vertex degani uchi degani, mana bu vertex. Mana bu uchi. Bizda hozir uchini ko'rsatib beramiz, mana bu vertex deyapti. Uchlari bilan and each head. Hop, one vertex bitta nimasi and each head one of other vertex. Demak, ikkalasini mana bu uchlari bitta one vertex, bitta uchi deydi ekan, triangle bitta uchida. Vektorlarimiz uchlari va
mana bu oxirgi strelkalari qolgan each head degan mana strelkalar one of other vertex qolgan uchlarda turibdi ekan. Mana bunday uchburchak hosil qiladigan bo'lsam, qolgan ikkita uchida bularni headlari turar ekan. Mana bu vektorda headlari. Ya'ni ko'rsatkichlari. Which of the following quyidagilardan qaysi biri vectors is perpendicular bo'ladi to the plane. Mana shu plane'ga perpendicular bo'ladi ya. Xo'p, bu perpendicular topishimiz uchun ikkalasini vektor ko'paytmasini topishimiz kerak. A dan B ga qarab turib parma dastasini aylantiradigan bo'lsam, bizdan mana shu tekislikka kirib ketuvchi mana bunday yo'nalgan vektor hosil bo'ladi va bu vektor bunga ham perpendikulyar bo'ladi va mana bu vektorga ham B vektoriga ham perpendikulyar bo'ladi bu. Shuning uchun ikkalasini vektor yig'indisini topishim kerak, ya'ni ko'paytmasini. A vektor deyman buni. Buni B vektor deyman, ikkalasini vektor ko'paytmasini topishim kerak. 3 o'lchamli fazoda vektor ko'paytmasi mana bu formula bilan aniqlanardi, adashmasam. Xo'p. I G K A X A Y A Z B Y B X B Z va mana shunday aniqlanadi. Xo'p, bu matritsani yoyib chiqishimiz kerak. Bu matritsani yoyib chiqishim mumkin qanaqa qilib? Xo'p, mana bu ustunni o'chirib olib turib, bu ustunni olaman faqat. I vektor ko'paytiruv A Y A Z B X B Z shunaqa edi, yana bir tekshirib qo'yinglar. Endi buni olib bo'lganimdan keyin bularni olib bo'ldim mana. Endi buni olaman. Mana bu ustunni olaman. Bu satrni o'chirib olib turib, endi qoidasi bor edi. J vektorda olayotganimizda orasidagi ishorani manfiy qilamiz. Birinchisi musbat, ikkinchisi manfiy, uchinchisi musbat. Xuddi shunaqa qoida bo'yicha olib ketilardi. AX AZ B to'xtanglar, mana xato qilib qo'yibman bu yerda. B Y B Z bo'lish kerak mana bu yerda. BX BY. Mana bu BX. Bitta xato qilib ketibman. Xo'p. BY. Mana bu imiz BZ bo'ladi. Uchinchi xadimiz qo'shiluvchi bo'lish kerak. Endi mana buni o'chirib yuboramiz. Bu o'chib ketib qoldi o'zi ham. Hop. Endi buni K vektor K qilib qo'yamiz. Endi bu bilan bu satr o'chib ketadi. AX AY BX BY. Buni hisoblashni bilasizlar, oson kelib chiqadi bu yog'i. Barobar. Hop, I kappa ko'paytiruv AY darda yozib chiqaman hozir. Mana bu AX AY AZ to'xting. Bunda AZ'imiz 0 ekan, berilmabdi-ku bizda AZ'imiz. AZ 0. Mana bu BX BY BZ. Olib kelib qo'yaman. I ko'paytiruv AY minus 2m AZ'im 0. Xo'p, BY 2m yo'q 3m BY. BY 3m BZ minus 2m. Biroz vaqt oladigan masala. Buni qo'yamiz 0 minus J kappa qilaman. Ko'paytiruv AX 3m AZ 0 BX 2m BZ minus 2m.
plus k vektorim ko'paytiruv ax 3m y minus 2m bx 2m by 3m. Endi shularni hisoblab qo'yishim kerak. Barobar buni bunga ko'paytirib, buni bunga ko'paytirib ayrib olishim kerak. I kappa. Keling, mana shuni teparoqqa yozaylik. Barobar I ko'paytiruv 2m minus 2m ga ko'paytirsam minus 4m kvadrat minus 4m kvadrat. Xo'p, minus j vektor ko'paytiruv 3m ni 2m ga ko'paytirsam minus 6m kvadrat. Mana bu 3m 0 ko'paytirsam 0 bo'lib ketyapti. Ayrilish kerak edi. 2m 0 ko'paytirsam 0 bo'lib ketyapti. Mana bu ko'paytma 0 bo'lib ketgani uchun mana bu xatlar 0 bo'lib ketadi. Minus 6m kvadrat plus k vektor yozib olishim mumkin. 3m ni 3m ga ko'paytirsam 9m, 2m ni 2m ga ko'paytirsam minus 2m ko'paytiruv minus 2m. Shuni hisoblab qo'yishim kerak. Demak, minus 4m kvadrat I plus 6m kvadrat G minusga minus plus 9m kvadrat 13m kvadrat K 13m kvadrat K kappa. Xo'p, yaxshi. Endi demak bizda vektor hosil bo'ldi. Qaniydir S ikkalasi vektorni ko'paytmasi teng bo'lyapti. Minus 4m kvadrat I kappa plus 6m kvadrat G kappa plus 13m kvadrat K kappa. Xo'p, shu yerda ahamiyat beringlar. Har qanday vektorda skalar songa ko'paytirsam, misol uchun mana bundek S vektorni qaniydir A vektor ko'paytiruv qaniydir 3 ko'rinishda yoza oladigan bo'lsam, A vektorimiz S vektor yo'nalishida, lekin 3 marta uzunligi kichkina bo'lgan vektor hisoblanadi. Shuni deb yozib olishim mumkin. Demak, mana bu yerda ham men S vektorda qaniydir K ko'paytiruv qanaqadir vektor deb yozib olishim mumkin. Mana bu yerda m bu yerda o'zgarmas son-ku, qanaqadir ixtiyoriy son. Shuning uchun men buni yozib olishim mumkin. M ko'paytiruv qanaqadir vektor. M ko'paytiruv tepadagi o'xshab qanaqadir ixtiyoriy L vektor deb yozib olay. Unda nima bo'lib qoladi? M ko'paytiruv m chiqarib yuborsam nima hosil bo'lyapti bizda? Minus 4m I plus 6m G plus 13m K degan vektor hosil bo'lyapti. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, shu javob topishimiz kerak. Minus 4m I 6m G 13m K. Endi mana bu yerda ahamiyat bering, minus 2 ga minus 2 bo'lib qolgan. Minus 2 ga minus 2 bo'lishi kerak edi. Shunda y ga minus 2. Xo'p, BZ minus 2 bo'lgan. Minus 2 minus 2 plus 4 bo'ladi. Mana shu yerda ishorada xato qilib ketibmiz. Bu ham plus 4, mana bu ham plus 4, bu yer ham plus 4. Bundan xulosa qiladigan bo'lsam, bizda A javob emas, A javob emas, B javob emas, A javob to'g'ri bo'ladi mana. A javob to'g'ri olib ketamiz. Ishorasi 4mi mana plus 4mi 6mg plus 13mk. A javob to'g'ri. Yaxshi. Xo'p, bu biroz murakkabroq masala edi. Buni ishlab oldik. Daftaringizga ko'chirib, chiroyliroq qilib yozasizlar. Xatolari bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xato kamchiliklari bo'lsa, lekin javob to'g'ri chiqardik. Xo'p. Keyingi misolimiz 37. Let keling R vektorimiz S vektor ko'paytiruv T vektor bo'lsin va tetamiz 90 gradusdan farq qilsin deyapti. Orasiga burchak. Where theta is the angle between. Bu yerda tetamiz
burchak shunday burchakki between orasida s va t when they are drawn with their tails at the same point. Ya'ni qachonki they ular drawn chizilganda with bilan their tails uchlari at the same point bir xil nuqtadan. Which of the following is not true? Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri emas deb savol berilyapti. Demak, r vektorimiz teng bo'lyapti ekan. S vektorimiz ko'paytiruv t vektor va tettamiz 90 gradusdan farq qilar ekan. Unda r vektorimiz s vektor ko'paytiruv t vektor sinus tettaligi to'g'ri. Sinus bo'ladi. Vektor ko'paytmada A javobimiz to'g'ri. Qaysi biri to'g'ri emas deyapti. Xo'p, minus r vektorimiz shuni ikkalasini teskari ko'paytmasi. Bu xossasi edi. B javob ham to'g'ri. Sababi r vektorimiz s vektor ko'paytiruv t vektor bo'lsa, ularni o'rnini almashtirsa minus r vektor hosil bo'ladi. T vektor ko'paytiruv s vektorga minus vektor hosil bo'ladi. Bu ham to'g'ri. R vektor ko'paytiruv s vektorni skalar ko'paytmasi 0 deyapti. Xo'p, skalar ko'paytmasi tettamiz 90 gradusdan farq qiladigan bo'lsa, lekin s bilan t ni orasidagi burchakda bu. R bilan s orasidagi burchak emas. Misol uchun s'imiz mana bunday bo'lsa, t'imiz bunday bo'ladigan bo'lsa, t vektorimiz. Ikkalasi orasidagi vektor ko'paytma s dan t ga qarab turib parma dastasini aylantirasiz. Mana bunday yo'nalgan qandaydir r vektor hosil bo'ladi-ku. Mana shu r vektor ham s vektorga perpendikulyar, ham mana bu t vektoriga perpendikulyar bo'ladi. Ikkalasini skalar ko'paytmasi r vektor ko'paytiruv s vektor degani qandaydir ikkalasini moduli ko'paytiruv ular orasidagi kosinus 90 ku. Kosinus 90 0 mi? Demak, mana bu ham 0 bo'lib ketadi. Bu ham to'g'ri. Passiv ko'paytma ham 0 bo'lib ketadi. Lekin ikkalasini skalar ko'paytmasi 0 bo'lishi mumkin emas. Sababi 0 bo'lishi uchun tettamiz 90 gradus bo'lishi kerak. Tettamiz 90 gradusdan farqlimi? Demak, Y javobimiz xato. To'g'ri javobimiz Y javob bo'lar ekan. Chunki bizdan noto'g'ri javob so'ragan. Xo'p. 38. The value of qiymat topish kerak. EGK. Shuni ahamiyat beringlar. Ko'paytirayotganimizda qanaqa bo'ladi? Mana bunday birlik vektorlarda bular. Qiymatlari bir xil bo'lgan birlik vektorlar. Mana bunda E vektor, mana bu J vektor. I dan J ga qarab turib parma dastasini aylantiramiz va mana bunda yo'nalgan K vektor hosil bo'ladi. Ular orasidagi burchak 90 gradus. Bu degani ularni skalar ko'paytmasi 0, vektor ko'paytmasi 1 bo'ladi. Qachonki o'zaro perpendikulyar bo'lsa. Demak, J bilan K ni vektor ko'paytmasi J bilan K ni ko'rsangiz orasidagi burchak 90 mi? Demak, J vektorning moduli ko'paytiruv K vektorning moduli ko'paytiruv sinus 90. Bu 1 ga teng. 1 ga teng bo'lgan va J dan K ga qarab turib aylantiramiz parma dastasini. Parma dastasini aylantiramiz. J dan K ga qarab turib parma dastasini aylantirsam, I vektor yo'nalishida yana bitta I vektor hosil bo'ladi. J ni K ko'paytirsam. Demak, I vektorga skalar ko'paytmasi. Xo'p, endi skalar ko'paytmada orasidagi burchak kosinus olinadi. I'larning moduli 1, ikkalasining moduli 1 dan birlik vektor-ku. Orasidagi kosinusimiz 0 gradus. 1 ga tengmi? Demak, plus 1 ishora hosil bo'lar ekan. Agar K ko'paytiruv J bo'lganda minus 1 hosil bo'lardi. B javob to'g'ri bizda. 39. The value of K ko'paytiruv I. Endi tepadagidan qaraymiz. K ni I ga ko'paytirsam, J vektor hosil bo'ladi. K ni I ga ko'paytirsam, buni parma dastasini aylantiraman, J vektor hosil bo'ladi. K vektorda endi J vektorga skalar ko'paytmasini hisoblashimiz kerak. Bu degani 1 ko'paytiruv 1 orasidagi burchakning kosinusi. Kosinus 90. K bilan J ni orasidagi burchak ko'rsanglar. Kosinus 90 dan 0 ga tengmi? Demak, 0 degan javob chiqar ekan. 0. Mana 0 degan javobni olamiz. Xo'p. Hurmatli
obunachilarimiz. Demak, ustozlar, mana ko'rdinglar misollarni. Xudo xolasa vectors mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, xato kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yoki meni o'zimni usernamemga yozsanglar bo'ladi. Usernamem kuchukcha Saidbek Azimjonov. Saidbek Azimjonov. Mana shu usernamega yozsanglar, xudo xolasa javob qaytarishga harakat qilaman. E'tiborlar uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa bundan ham yaxshi video darslar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.